ئۈزگۈ تىنىقلار ئاپتورى ئاسىلخان ھەسەنوف. Birinci قىسىم, birinci bölüm. بايتوقايگە يۆتكىلىپ چىقىش. بايتوقاي شەرق تۈركىستان ئىلى viloyatining غۇلجا ناھىيەسى, توققۇزتارا ناھىيەسى va چاپچال ناھىيەسى bilan chegaralangan. Qash daryosi va ئىلى daryosi bo'ylab joylashgan. Havosi saf, tuprog'i munbat, mevasi mo'l, xalqi mardona, go'zal makondir. بايتوقاي bu rayonning umum atılışı bo'lib, Tahir yüzü, Saq yüzü, Seydiba, Çayçun, Kösun, Qishloqtam, Koni Yangitam, Chig'iliq mazar, So'qmitam va Kalichtam, ya'ni Yamato kentlarini o'z ichiga oladi. Aslidagi G'uljinoya 5 rayon yoki keyinroq Tianshan Gongshi nomidagi bu yezilar 1972 yildagi qayta ratlashda Baytoqay Gongshi bo'lib bo'linib chiqib, Gongshi inqilobiy komitet o'rni Tahir yüzü mahallasining janubidagi bo'shliqqa, ya'ni Kösun Döng deb atalgan kichikroq do'nglikning atrofiga joylashgan bo'lib, ayni vaqtlarda 10 mingdan ko'proq odam yashaydi. Her bir mahallada birdan dadoy, her bir dadoyda 4 dan 6 gacha shodi bo'lib, jami 7 dehqonchilik dadoy, bir chorva dadoy Baytoqay Gongshi bo'lib 1972 yili rasmiy ta'sis qilinib ishga tushgan. Yangi bo'lingan chaqda Gongshi inqilobiy komitetining idora o'rni, baj punkti, banka qatorliq organlarmi rasmiy qurilishlar silingicha shaxslarning qurollarini ariyatga elib ishlatgan. 1975 yilga kelganda Gongshi idorasi banka, ashliq, baj, xammal punktlari qatorliq organlarning qurilishlari qisman putib, ma'muriyat va boshqa organlar shu qurilishlarga ko'chib kirgan. Bu chaqlarda, ya'ni 1966 yili Mavzudong o'zi bevosita rahbarlik qilib qo'zg'agan atalmish proletariat madaniyat zo'r inqilobining baloyi ofatlik yillari edi. Mavzudong o'zining huquqiga xirs qildi deb bilgan barliq raqobatchilarni yo'qotish uchun bir maydon xalq urushi qo'zg'ab, butun Jungo qonga milangan. Amaldorlardan tortib, salli masalasi bor deb qaralgan oddiy dehqonlargacha tanqid qilish, kurash qilish, o'zgartish harakatlarini yurgizib, yezilarda oddiy dehqon, boy pomishchik, aksil inqilobchi, buzuq unsur, 4 xil unsur, shujing juyichi, sovet ishpiyoni, qo'sh yurak sotqun va hokazolar bilan ayiblanib, odamlar xuddi g'aljir itga o'xshash bir-birini talab, bir-birini o'ltirib, urib, meyib qilishdek terrorlik hukm surgan. Shahar yezilarda umuman ishlab chiqarish to'xtagan, xalq egiligi vayron bo'lish girdoviga yetib borgan. Qalpig'i barlardan boshqa hamma odam, oliy, o'rta, boshlang'ich maktablardagi o'quvchilarmi o'qishni to'xtatib, inqilobga atlangan. Har kimning nafas elishi qiyinlashgan, hamma yer qon purab turadigan davrlar edi. Proletariat inqilobining 3-4 yillarga kelganda Mavzudong o'zining raqibi deb hisoblangan Markaziy xalq hukumatining raisi Liu Shaochi qatorliqlarni qizil qo'g'dug'chilar harakati orqali ujuqtirgandan keyin harbiy va ma'muriy huquqni o'z changiliga kirgizib oldi. Bu vahshiyona insoniyatga qarshi inqilob xalq egiligini ig'ir darajada vayron qildi. Shaharlardagi vayron bo'lgan zavod, korxonalar yoshlarni ish bilan ta'minlash tamoman mumkin bo'lmaydigan holatga tushdi. Endi buning dardini dehqonlar tortishi kerak. Uning uchun Mavzudong ziyoli yoshlar taq chiqib, yeziga tushib, kambag'al dehqonlarning qayta tarbiyasini elish lozim degan qat'iy farmonni chiqarib, umumiy safarbarlikka keltirib, Mavzudongga huquq talashib berib, raqibini yo'q qilib berish uchun jinini, qinini, yoshlik bahorini, ilm elish fursatini qurbon qilgan millionlarcha yoshlar yezi qishloqlarga chiroyli ismlar bilan surgun qilingan bicharalarga aylandi.
Mana shu qatarda menmo 1970-yili 12 ayda Tianshan Gongshisiga rasmiyatlarimni to'liq o'tab, 245 yuan mangulik o'rinlashtirish pulini ilib, kambag'al töven o'tir dehqonlarning tarbiyasini elish uchun 4-daduy, ya'ni Tahir yuziga surgun qilindim. Men 1952-yili G'o'lji shahrida Chilxangza deb atalgan mahalladagi cho'ng bog' baraqsanliq 10 egizliq cho'ng uylar bo'lgan qurada dunyoga kelgan. Dadam ilm ma'rifatga yerisman. Shu davrning uqumishliq, taraqqiyparvar, oliy g'oyalik ham qandalchilik kasbi bilan shug'ullanib, halol kasbi bilan G'o'lji shahar va atrofdagi noyi yezi qishloqlarda Adilxon qandalchi deb shuhrat topgan kishi edi. Men o'qish yeshimga yetganda dadam Xitoylar kundan kunga ko'payyotidi. Xitoycha bilmasa bo'lmaydi deb meni ko'chimizning beshidagi Xitoycha maktabga, ya'ni 14-boshlang'ichga o'qishga berdi. Men sinfimizdagi 40 Xitoy o'quvchining ichidagi birdan bir Uyg'ur o'quvchi bo'lish sifatim bilan boshlang'ich maktabni a'lo natija va sinf boshlig'lik sharpini qo'ldan bermay tamomlab 5-o'rta maktabga chiqdim. Bu maktab aslida 1908-yili o'zbeklar tarafidan qurilgan o'zbekcha maktab edi. 1957-yildagi Qashqashda G'o'ljida o'zbeklar oz qolg'ach Uyg'ur maktabi qilib o'zgartirilgan. 1965-yildan 1968-yilgacha har yili 2 sinfdan Xitoy o'quvchilar qabul qilinishga boshlagan bo'lib, 1968-yili atalmish madaniyat zo'r inqilobi tufayli maktabda o'qish to'xtaganga qadar jami 6 sinf Xitoy o'quvchilari bo'lgan. Men dal shu tunji qaror Xitoy sinfiga qabul qilingan edim. 1968-yilning oldingi yarim yilida o'qishning ancha maslahati bo'lmadi. İnqilobning o'ti bizning maktabga tutishib, dastlabda Gofa Milliy maktab mudiri burjuaziya maktab tuzumini yurgizgan deb tartib chiqarildi. Orqadan Uyg'ur bölümlərdən peshqadam ustozlar turlik bo'xtonlar bilan ayblanib tartib chiqarildi. Kunda 3-4 soat ustozlarni kurash qilamiz. Ba'zi o'quvchilar bu ustozlarni noqib, urib, hatto bog'labmi qo'ydi. Shuning bilan bir kunlik darsimiz tugaydi. Keyingi yarim yilda dars tamoman to'xtadi. Ham 2 qavatlik 20 necha sinfi bo'lgan bu maktab binosi kuyib ketdi. 1969-yili iyul oyida kechikibroq o'quvchilarni yezlarga surgun qilish boshlandi. Maktablarni harbiylar, soqchilar va minbanglar boshqurdigan bo'ldi. Men yeziga berishdan qechib, uyga kelgan soqchi minbanglarga ko'rinmay mökünüp yurdim. Ba'zi kunlari ulardan qechib, do'stlarimning uylarida qo'nibmi qolatdim. 1970-yili vaziyat texmi keskinlashdi. Kimdi-kim mavjushining yeziga berib, kambag'al töven o'tir dehqonlarning qayta tarbiyasini elish yo'l yo'riqiga bo'ysunmasa, mavjushiga va mavjushining inqilobiy lushaniga qarshi chiqqan aksil inqilobchi deb ma'mul qilinganligi jakarlandi. Bundaq vaziyatda men va do'stlarim amalsizlikdan nopusimizni maktabga topshirishga majbur bo'ldik. Biz bu yo'l yo'riqqa kechikib ovoz qo'shganligimizdan jazolanib, bizni qaysi noyiga taqsim qilishni oblastlik o'quvchilarni taqsim qilish idorasi va maktab bekitadigan bo'ldi. Natijada men va menga o'xshash kechikkan, jazo yegan do'stlarim Nelqa, Kunas, To'qistara, Tekas, Mo'ng'ulko'ra qatorliq noilaga haydaldi. Ondan u noiladan texmi yiroqlardagi qishloqlarga taqsim qilindi. Masalan, Nilqi noyisidan 100 kilometr yiroqlikdagi qishloq Tambali, To'qistaraning Mo'xur chirg'ilan qo'ngshilari va texmi yiroq dodiylari, Tekasning Cho'loq terak, Qardalaga o'xshash qishloq va boshqalar. Men shunda qattiq vaziyatda
Allah'ның iltifati bilan ta'lim o'ng kelib, G'ulji naisiga taqsim qilindim. Dadam apamlarning qadrdon do'sti Abduhalil akam va Bibi Rahimaxon hadamlar Toyir yuzida yashaydi. Ular dunyodagi eng pokiza, eng samimiy, e'tiqodliq, taqvo insonlar edi. Bular asli Aqsu viloyatining Avat naisida tug'ilib o'sgan turg'unlar bo'lib, Abduhalil akam davlat igidorchiligidagi yemak-ichmak shirkatining go'sht do'konida ishlagan ekan. 1962 yili bu viloyatda yuz bergan ig'ir ocharchilikda nurg'un odamlar ochliqdan o'lib ketgan. Hukumat doiralari o'z beshidan qo'rqib 1963 yildagi qish oylarida qayerlardandir to'nglagan go'sht akilib, go'sht do'konlar orqali kishilarni normalik ta'minlagan. Bu to'ng go'shtlar qog'i quzg'un, chashqan, bo'rsuq, it, cho'shqa qatorliq hayvonlarning go'shtlari ekan. Buni bilib qolgan Abduhalil aka, bu yurt kishilari meni halol musulmon deb biladi. Men haromni halol deb xalqimga berib, Allohning oldida bu javobgarlikni ustimga ola olmayman. Bundaq vaziyatda tashkilga aytqilimi bo'lmaydi. Aytgan taqdirdimi sotsializmga qarshi chiqdi, kommunistik partiyaning to'g'ri siyosatiga ig'vo tarqatdi deb jazolashi turg'anli gap deb o'ylab, Allohning farmonini a'lo bilib, ota bovisi o'tgan, o'zi tug'ilib o'sgan yurtini tashlab, bir kechadala ikki qizi va ayolini elib, xizmatdagi cho'ng o'g'lini Avat naisiga qoldirib, G'uljiga qechib chiqqan ekan. Davomi bor.